Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Siz bilan Marifbek Ergashev, men Rocket English YouTube kanali. Bugun sizlar bilan birgalikda birmuncha qiyin va chalkashtiruvchi mavzu bo'lgan state verbs, ya'ni holat fe'llari haqida o'rganib chiqamiz. Va mana shu video darsning o'zida butun boshli holat fe'llari va harakat fe'llari haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, siz o'z bilimingizni tekshirish uchun testbozor.uz saytida test ishlab o'rganganlaringizni mustahkamlab olishingiz va Telegram kanalimizga joylangan ushbu qo'llanmani yuklab olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Unday bo'lsa, biz boshladik. Bugun sizlar bilan o'sha holat fe'llarining to'liq qoidalari va ma'lumotlarini ko'rib chiqamiz. O'zi aslida holat fe'llari nima, ya'ni state verbs nima ekan? Bu state verbs fikr, holat, his-tuyg'u, sezgi yoki egalikni ifodalovchi fe'llar hisoblanadi. Ular harakatni emas, ya'ni ko'proq harakatni emas, balki ko'proq holatni ifodalaydi, ya'ni holatni bildiradi. Bu holatlar bo'lishi mumkin, o'ylash, fikrlash, qanaqadir shunga o'xshash fe'llar. Asosiy farqi harakat fe'li. Ya'ni action verbs. Harakat qilish mumkin, ko'z bilan ko'rish mumkin, boshlanish va tugash nuqtasi mavjud va continuous shaklda ishlatilaveradi. Misol uchun run, write, eat, play. Ularni ko'zimiz bilan ko'ramiz va ularni davomiylik ma'nosi sezilib turadi. Holat fe'li esa bu harakat bo'lmaydi. Ko'z bilan ko'rish mumkin, lekin ko'pincha bunday payqab bo'lmaydi. Uzluksiz davom etadi va u har doimgidek bo'ladi, ya'ni davomiylik sezilmaydi. Va shuning uchun ham continuous shaklda ishlatilmaydi. Bularga misol know, love, want, believe. Bilishingiz mumkin, mana bilmoq, yaxshi ko'rmoq, xohlamoq, ishonmoq. Bularda nima uchun ishlatilmaydi continuousda? Continuous shaklda emas, ularni o'zi eslab qolishimiz kerak. Present continuousda emas, present simple'da. Past continuousda emas, past simple'da. Ya'ni continuous shaklda emas, aksincha o'sha zamonlarning simple shaklida qo'llaniladi. State verbs, ya'ni holatni bildiradigan fe'llar boshlanish, tugash nuqtasi va tugash nuqtasi unchalik sezilmaydi. Va shunchaki u fe'llar mavjud, doimiy bo'ladigandek tuyuladi va hozir sodir bo'lyapti degan ma'nosi berilganda u birmuncha g'alati eshitiladi va to'g'ri eshitilmay qoladi. Masalan, men bu javobni bilyapman. I am knowing the answer deb aytiladigan bo'lsa, u ozgina g'alizlik va ma'nodagi chalkashlik sezilishi mumkin. Demak, men javobni bilaman deymiz va bu narsa o'zbek tilida ham g'alati eshitiladi ekan. Sababi bilish bu jarayon emas, holat. Siz bilib turganingizni hech qanday bir holatda ko'rsata olmaysiz, ya'ni ko'zga ko'rinish yo'q. Keling endi holat fe'llarini to'liq ro'yxati bilan o'rganib chiqamiz. Bu disclaimer bo'lsin, ya'ni bu yerda to'liq ingliz tilidagi barcha fe'llar balki mavjud emasdir, lekin odatiy nutqda, testda va boshqa bir holatlarda eng ko'p uchraydigan so'zlar. Siz agar mana shu ro'yxatdagi so'zlarni bilsangiz va bu haqda ma'lumotga ega bo'lsangiz, kelgusida bo'ladigan ushbu mavzuga doir va qo'llanilishiga oid holatlarda kamroq xato qilasiz yoki xato qilmaysiz. Birinchi turi bu mental states, ya'ni aqliy holatlar. Aqliy holatni bildiradigan fe'llar bular know, understand, remember, forget va boshqalar. Keling, birinchi mana shu 4 ta so'zni ko'rib chiqamiz va farqlarni ham tarjimasi orqali tahlil qilishga harakat qilamiz. I know your name. Men sizning ismingizni bilaman. She knows 3 languages. U 3 ta tilni biladi. I am knowing the answer. Men javobni bilyapman. Va mana shunday ishlasak xato bo'lagan, noto'g'ri bo'lagan. I understand this rule now. Men bu qoidani tushunaman hozir. Do you understand what I mean? Men nima deyotganim, nazarda tutayotganimni yoki nimani anglatayotganimni tushunyapsanmi? I am understanding you. Men sizni tushunyapman. To'g'ri, bu noto'g'ri deb berilgani bilan o'zbek tilida men tushunyapman degan tushuncha bizga to'g'ri eshitiladi. Ammo ingliz tilida understand bilan continuous zamonni qo'llash ozgina to'g'ri emas ekan. Keyingi fe'l bu remember va forget. Ikkovi bir-biriga yaqin ma'noli so'zlar, ya'ni biri eslamoq, ikkinchisi esa unutmoq.
I remember your birthday. Men sizning tug'ilgan kuningizni yodimda yoki eslayman. She remembers everything. U hamma narsani eslaydi. Agar I am remembering his name ishlatsak, xuddi I am knowing the answer kabi noto'g'ri bo'ladi ekan. Ya'ni men sizning ismingizni eslayapman. O'zbek tilida to'g'ri eshitiladi, lekin ingliz tilida bu narsa xato ekan. I forget his phone number. Men uning telefon raqamini yodimdan chiqaraman. Yoki don't forget to call me. Meni chaqirishni, ya'ni menga qo'ng'iroq qilishni unutmang. Va shu kabilar. Mana shu fe'llar va bundan keyingi keladigan fe'llarda continuous shaklda ishlatilmaydi. Va ana shu narsani esda tuting. Keyingisi suppose, mean, realize, recognize. Suppose taxmin qilish, mean nazarda tutish, realize anglatish, recognize tanib olish va mana bu fe'llar don't, imagine, mind, agree. Agree bo'lgandan keyin disagree ham ishlatiladi. E'tibor bersangiz, bularning barchasi mental states, ya'ni aqliy holatlarni bildiruvchi fe'llar yoki perception deyiladi, ya'ni aqliy idrok fe'llar ham deyishimiz mumkin ba'zilar. Demak, mana shu fe'llar continuous zamonlarda ishlatilmasa. Keyingi turi bu emotions, ya'ni his-tuyg'ular. Bu yerda bir qator fe'llar berilgan. Keling, ularni ba'zilarini ko'ramiz va qolganlarini siz albatta Telegram kanalimizga o'tish orqali qo'llanmani yuklab olgan holatda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimiz manzili videoning izoh qismida qoldiriladi. His-tuyg'u fe'llariga, ya'ni feelingsga love, like, hate, prefer, want, need, wish, desire, care, envy, admire, adore, dislike, fear kabi fe'llar kiradi ekan. Va ushbu fe'llarda agar ing bilan ishlatiladigan bo'lsa, bu narsa xatolikni keltirib chiqaradi ekan. I love my family. She loves chocolate. Men oilamni yaxshi ko'raman, u shokoladni yaxshi ko'radi. I am loving this movie. Bu narsa xato bo'ladi ekan. Lekin oldingi video darslarimizda ham agar ko'rgan bo'lsangiz, e'tibor berishingiz mumkin. Og'zaki nutqda va tabiiy American Englishda ko'pincha va boshqa ingliz tilida ham umuman og'zaki nutqda biz suhbatlarda grammatik qoidalarga bo'ysunilmagan holatlar ham ko'rishimiz mumkin. Bularga misollarni keyingi sahifalarda ko'rasiz. Albatta e'tiborli bo'ling. Video darsni agar oxirigacha ko'rsangiz, siz video darsning eng ko'p foydasini olgan bo'lasiz. Like. I like tea more than coffee. Men kofidan ham ko'proq choyni yaxshi ko'raman. Do you like this song? Siz bu qo'shiqni yaxshi ko'rasizmi? I am liking it desak, to'g'ri, umuman olganda nima nazarda tutilayotganini tushunishimiz mumkin, lekin bu holatda baribir xato bo'ladi ekan. Va xuddi shunday boshqa fe'llar ham, ya'ni yomon ko'rish, hate, dislike ham yomon ko'rish ma'nosida edi. Prefer afzal bilish, afzal ko'rish, want xohlamoq, need muhtoj yoki kerak bo'lish, wish orzu qilish, istak bildirish, desire istamoq, care g'amxo'rlik qilish, envy hasad qilmoq, admire qoyil qolish, adore yaxshi ko'rish, dislike yoqtirmaslik va fear. Bularni agarda biz continuous zamonlarda qo'llaydigan bo'lsak, boya aytganimizdek, bu xatolikni keltirib chiqaradi. Mana shu yerda yana bir qo'shimcha narsa aytib o'taman. Ba'zida bularni qo'llashimiz mumkin continuous zamonlarda, bu mustasno holatlarda, lekin agarda biz o'z bilimimizni tekshirtirish, ya'ni test jarayonida bo'lsak, bular narsani iloji boricha va o'z testdan tashqari ham iloji boricha to'g'ri qo'llashga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni qanchalik to'g'ri ishlatsak, biz so'zning ma'nosini, gapning ma'nosini to'g'ri ochib berishga harakat qilayotgan bo'lamiz. Ammo to'satdan biz gapirmoqchimiz, ya'ni kimgadir nimanidir tushuntirib bermoqchimiz, ya'ni expressing qilayotganda bu grammatikani ozgina chetga surishga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni grammatikani ko'p o'ylasakda to'g'ri gapiraman deb turib, nutqning tushunuvchanligini yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni kimgadir nimani tushuntirishda uzoq vaqt olishi mumkin yoki adashib boshqa narsalarni aytib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni
bir tomonlardan to'g'rilamoqchi bo'lib, ikkinchi tomondan xato bo'lishi mumkin. Ya'ni umuman olganda muloqotda birinchi o'rinda ma'no yetkazib berish birinchi o'rinda turadi. Keyingi turi bu sense, ya'ni sezgi, his qilish. Tasavvur qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Sense deganda o'sha insonning sezgi organlari orqali qabul qiladigan ma'lumotlar va o'sha fe'llar bo'lishi mumkin. Bulardan birinchisi see, ya'ni ko'rish. Bu tomosha qilish emas, bu ko'rmoq, ya'ni ko'rish sezgisi. I see what you mean. I see your point. I am seeing your point desa, bu tushunish ma'nosida ishlatilishi mumkin, lekin unchalik to'g'ri kelmaydi baribir. I see, ya'ni bilamizki, ingliz tilida ko'proq I see ko'rishdan tashqari men tushundim degan ma'noda ham ishlatilishi mumkin. Hear, eshitmoq, bu tinglamoq emas. Agar tinglamoq bo'lsa, u listen. Ya'ni tinglash biz o'z xohishimiz bilan amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi. Hear esa bu insonning eshitish, ya'ni quloqlari orqali, sezgi organi orqali amalga oshadigan bu jarayon hisoblanadi ekan. Smell, hidlamoq. Va mana shu yerda e'tiborli bo'ling. Smell va undan keyingi testda bu boshqacha ishlatilish holati bor. Ya'ni ikkinchi xil ma'no shakllantiradi, xuddi see kabi. Smell hid taratish, test ta'm berish ma'nosida. Ya'ni bularni kimdir kelib hidlab ko'rish, ya'ni tekshirib ko'rish emas, yoki biror narsaning atayin ta'mini tekshirib ko'rish emas, balki o'zidan taralayotgan hid, ifor va o'zi berilayotgan ta'm ma'nosida bu narsa state verbs bo'lib qoladi. Ammo kimdir uni tekshirib ko'rish bo'lganda, bunda continuousda ishlatishimiz mumkin ekan. Masalan, men ovqatning ta'mini tekshirib ko'rdim. I have tasted, yoki men tekshirib ko'ryapman, I am tasting. Bu yerda hidlab ko'rish ma'nosida ham mana shunday ishlatsak bo'lar ekan. I am smelling new perfume, ya'ni yangi atirni hidlab ko'ryapman. Ya'ni bu yerda tekshirish. Ammo your perfume smells good, ya'ni sizning your new perfume smells good, sizning yangi atringiz yaxshi hid taratyapti, yaxshi hid taratar ekan. Feel, sound, look, appear, sing. Bularning barchasi o'sha senses, ya'ni sezgi fe'llari ekan va bular continuousda ishlatilmaydi va ba'zilari agar continuousda ishlatiladigan bo'lsa, ular boshqacha ma'noga ega bo'ladi. Bu narsani biz keyingi slaydlarda, ya'ni keyingi sahifalarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari yana bir narsa look, ya'ni bu yerda looking at emas, aksincha look bo'lib ko'rinmoq, ya'ni appear ma'nosida ishlatilganda holat fe'li bo'lib ishlatiladi. Ammo kimgadir tikilib qarash, qaramoq ma'nosida look at yoki look for, qidirmoq ma'nosida bo'lishi mumkin. Yoki look up, ya'ni phrasal verb bo'lib kelganda bular continuous shaklda ishlatish mumkin. Keyingisi egalik fe'llari. Bular have, own, belong, possess, contain, include, consist, owe, lack va boshqa fe'llar ham bor. Asosan mana shular ko'proq ishlatiladi. Mana shu fe'llar ham continuousda ishlatiladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, bizda o'zbek tilimizda ham menda boryapti deya olmaymiz-ku. Menda bitta yangi kompyuter bor deydigan bo'lsak, aytaylik, bunda menda bir yangi kompyuter boryapti desak yoki ega bo'lyapti desak, umuman g'alati va kulguli eshitilish paydo bo'ladi. Shuning uchun ham ingliz tilida ham continuous zamonda qo'llab bo'lmaydi. Ya'ni davomiylik ma'nosi sezilmaydi. Uning o'rniga o'sha zamonlarning simple shakli qo'llaniladi. Present continuous emas, present simple, past continuous emas, past simple, present perfect continuous emas, present perfect. Bunga misollar ko'ramiz, keling. I owe, ya'ni qarzdor bo'lish. I owe you $50. Men sizdan $50 qarzdorman. She owes me a favor. I'm owing a money. Va boshqalar. Lack, yetishmaslik. I lack experience in this field. Bu sohada menga tajriba yetishmaydi. She lacks confidence. Unga qat'iyat yetishmaydi, ya'ni dadillik. I'm lacking time. Menga vaqt yetishmaydi desak, bu narsa xato bo'ladi. I lack time. Va yana tarjimaga oid bir qismini aytib o'taman.
holat fe'llar simple zamonlarda ishlatilganda tarjimasi continuous bo'lib ham ishlatilaveradi va ba'zilarga modal fe'llar qo'shilib continuous ma'nosini berishi mumkin. Masalan, see ko'rmoq. I can see a car coming towards us. Biz tomonga kelayotgan mashinani ko'ryapman. Can orqali ifodalanyapti bu yerda. Keyingi turi bu being and existence, ya'ni mavjudlikni bildiradigan. Ya'ni bu yerda birinchi fe'lga e'tibor bering, being va exist. Demak, mana bu qismida to be fe'li ishlatiladi exist bilan birgalikda. Albatta mavjud bo'lish ma'nosida. Be, exist, remain, stay. Stay bu yerda istiqomat qilish emas, shunchaki ya'ni stay calm, stay cold, mana shunaqa ma'nolarda. Va istisno holatlari bor. Bu fe'llarda ba'zilarini ham ularni keyingi sahifalarda albatta ko'rib o'tamiz. Exist, God exists, ya'ni Xudo mavjud, true love exists, chin muhabbat mavjud. It is existing, u mavjud bo'lyapti desak noto'g'ri bo'ladi ekan. Keyingi turi measurement, ya'ni o'lchov fe'llari. Weigh, measure, cost, equal. Weigh og'ir vazn bosish. I weigh 70 kilograms. This bag weighs 5 kilograms. Ya'ni men 70 kilogramman, bu sumka 5 kilogramm. I'm weighing bo'lsa, ammo bu yerda noto'g'ri ma'noda ketyapti, ya'ni xato bo'lyapti, lekin agar biz mana shunday ishlatadigan bo'lsak, men 70 kilogramni tortib ko'ryapman ma'nosida ishlatilishi mumkin ekan. Ya'ni boshqacha ma'noda ishlatilib qoladi ekan. Equal teng bo'lmoq. 2 plus 2 is equaling deb ayta olmaymiz ekan. Keyingi turi bu boshqa, ya'ni bu oldinda aytib o'tilgan guruhlarga kirmaydigan boshqa holat fe'llar. Depend, matter, concern, involve, deserve, satisfy, sweet, fit, astonish, surprise, please, impress. Depend bog'liq bo'lmoq, matter ahamiyat kasb etmoq, ahamiyatli bo'lmoq, concern taalluqli bo'lmoq yoki xavotir olish ma'nosi ham bor. Involve o'z ichiga olmoq, deserve loyiq bo'lmoq, satisfy qanoatlantirmoq, rozi ko'ngilni to'ldirmoq, qoniqtirmoq. Sweet mos kelish, fit mos kelish, astonish hayratda qolish, surprise ajablanish, hayratlanish, please mamnun bo'lish, impress ta'sir qilish, taassurot qoldirish. Mana bu fe'llarni ham albatta o'zingiz qo'llanmadan o'qib olasiz yoki videoni to'xtatib ko'rib olishingiz mumkin. Ishlatilishlari, misollari bilan albatta. Bu fe'llarni ham ishlatib bo'lmas ekan continuous shaklda. Bu sababi xohlagan birini continuous zamonda qo'llab tarjima qilib ko'rsangiz, ularda ya'ni jarayon, davomiylik sezilmaydi. Ko'proq holatga urg'u beriladigan bo'ladi, holatga ma'no tushadigan bo'ladi. Endi boya aytib o'tganlarimdek, ba'zi fe'llar ikki xil ma'noga ega bo'ladi. Bulardan birinchisi bu think. Ya'ni ham holat shakli bor, ham uning harakat shakli bor. Think. Ya'ni biz birinchi tarjimasini o'ylash deb bilamiz. O'ylab, fikrlab ko'rish. I think you are right. Menimcha siz to'g'risiz. I think it's a good idea. Men o'ylaymanki bu yaxshi fikr. What do you think? Nima deb hisoblaysiz? Ammo I'm thinking you are right desak bu xato bo'ladi. Ammo action bo'lib kelganda e'tiborli bo'ling. Bu yerda believe, ya'ni ishonish ma'nosida kelyapti ko'proq. Believe, ammo action bo'lib kelganda o'ylamoq, mental process bo'lganda o'ylab ko'rish ma'nosida ishlatilyapti. I am thinking about my future. Men kelajagim haqida o'ylayapman. Boyanda fikr yuritish va ishonish ma'nosida kelganda holat fe'li bo'layotgan edi. What are you thinking about? Nima haqida o'ylayapsiz? I am thinking of changing my job. Ishimni o'zgartirish, almashtirish haqida o'ylayapman. I am thinking about this problem. Bu muammo haqida o'ylayapman. Agar menimcha demoqchi bo'lsak, ya'ni test uchun ishlatiladigan qismi, agar menimcha demoqchi bo'lsak, bu present simple
va yana bitta holati ishonish ma'nosida. Men ishonamanki bu to'g'ri ma'nosida. Masalan, I think it's true. Agar bunda simple ishlatamiz, o'ylash jarayonini bildirsak, continuousda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni thinkda ikki xil holatini ko'rdik. Keyingisi have. Have agar ba'zi bir so'zlarga qo'shilib fe'l yasasa, ya'ni have a meeting, have a conversation, have a rest, have a swim, have a walk, have a try, have a dinner, have difficulty, trouble va boshqalar. Agar menda bor demoqchi bo'lsa, simple ishlatiladi. I have 3 siblings. Menda 3 ta aka opa-singillarim bor masalan. Harakatda bajarayotganini bildirsak having. I'm having a rest. Can you come a bit later? Men hozir dam olyapman. Birozdan so'ng kela olasizmi? Masalan, mana shunday ishlatsak bo'ladi. Keyingisi see. Agar ko'rmoq ma'nosida ishlatsak, holat fe'li bo'lib keladi, ya'ni simple da ishlatiladi. Ammo uchrashish, ko'rishish ma'nosida bo'lsa, continuous ishlatiladi. Misol ko'rishimiz mumkin. I see what you mean. I see, tushundim. Do you see the problem? Muammoni tushunyapsiz yoki can you see that man? Mana bu odamni ko'ryapsizmi? Action bo'lib kelsa, I am seeing my doctor tomorrow. Men ertaga shifokorga boraman, ya'ni shifokor bilan uchrashyapman. She is seeing her lawyer next week. Advokati bilan uchrashadi, advokatiga boradi yoki va boshqalar. Qarangki, qiziqarli tomoni o'zbek tilida ham ko'rishish, ya'ni ko'rmoq fe'l bilan ishlatilyapti. Ko'rishish deb ma'no chiqyapti. Keyingisi taste. Boya bu narsa haqida aytib o'tdim, ya'ni ta'mi bor, ta'm berish ma'nosida simple ishlatiladi, holat fe'l bo'lib keladi. Tatib ko'rish, tuzini ko'rish ma'nosida bo'lsa, tekshirib ko'rish bo'lsa, demak, bu yerda ing, ya'ni continuousda ishlatsak bo'ladi ekan. Xuddi shunday smell ham, ya'ni hid taratish, hidi bor bo'lsa, holat fe'li, ammo hidni tekshirib ko'rish bo'lsa, bunda continuousda ishlatish mumkin ekan. I am smelling the flowers. Men gullarni hidini sezyapman, hidlab ko'ryapman. The dog is smelling something. It, ya'ni kuchuk nimanidir hidlayapti. Keyingisi feel. Feelda yaxshilab e'tiborli bo'lamiz. Feel his qilmoq, emotional state, ya'ni emotsional holat. I feel happy. Men o'zim baxtli his qilyapman. She feels tired. U charchagan. How do you feel? O'zingiz qanday his qilyapsiz? Feel ko'pincha continuousda ham xuddi shu ma'noda ishlatiladi. Ya'ni I am feeling well, I am feeling happy. Lekin ba'zi bir kitoblarda biz ko'rishimiz mumkin, feel holat fe'li bo'lganligi uchun continuousda ishlatilmagan ma'qul, ya'ni o'zini ma'nosida deyiladi. Ammo o'zimiz tekshirib ko'rish ma'nosida bo'lsa, ya'ni biror narsani his qilish, tekshirib ko'rish, ataylab ko'rish, ushlab ko'rish ma'nosida bo'lsa, bunda ishlatishimiz mumkin feelga, ya'ni continuousda. Bunda ma'nosi o'zgaryapti, e'tiborli bo'ling. The doctor is feeling my pulse. Doktor, ya'ni shifokor mening pulsimni tekshiryapti. I am feeling the fabric to see if it's soft. Men matoni yumshoqligini ushlab ko'rib tekshiryapman, ya'ni yumshoqmikan deb. She is feeling the temperature. U haroratni tekshiryapti. Bu yerda farqini sezib tushunyapsiz degan umiddaman. Ya'ni o'zimni his qilyapman bo'lsa simpleda, tekshiryapman bo'lsa continuousda. Look, boya aytib o'tdim, demak look bo'lib ko'rinmoq bo'lsa simpleda va qarab ko'rish, qarash ma'nosida esa continuousda ishlatiladi ekan. To be fe'li, mana boya aytib o'tdim, to be fe'lida ham bu narsa mavjud deb, ya'ni istisno holati. To be fe'li bo'lmoq, ya'ni bizda o'zbek tilida kesimlik shakli deyiladi yoki bog'lamalar deyilishi mumkin. Mana shunaqa, ya'ni o'zimiz bilgan to be fe'li bo'lib keladigan bo'lsa, bunda continuous ishlata olmaymiz. I am being qo'yilsa, unda o'zini tutish, xarakterdagi o'zgarish tushuniladi ko'pincha. You are being rude. Sen o'zingni qo'pol tutyapsan. Stop being silly. Ahmoqona harakat qilishni bas qil. He's being very kind today. U bugun juda ham mehribon. Why are you being so quiet? Nima uchun jim bo'lib qoldingiz yoki jimsiz? You are being stupid. Hozir ahmoqona harakat qilyapsan.
Agar shunday insonman, shunaqa odamman demoqchi bo'lsak, to be fe'li am, is, are yoki was, were o'tgan zamonda. Agar hozir shunaqa harakat bo'lyapti, ya'ni xarakterida o'zgarish bo'lyapti desak, unda continuous shaklda ishlatishimiz mumkin bo'ladi ekan. Keyingisi way. Agar way o'z vaznini ko'rsatadi, biror narsani o'z vaznini ko'rsatayotsa, simple'da. Agar tekshirib ko'rish bo'lsa, boyagidek tarozida tortib ko'rish bo'lsa, unda continuousda ishlatsak bo'ladi ekan. The shopkeeper is weighing the apples. Sotuvchi olmalarni tortyapti. Bu yerda sotuvchi o'zini tarozida ko'rayotgani yo'q, aksincha olmalarni vaznini tekshiryapti, ko'ryapti. Can you weigh this for me? Buni tortib bera olasizmi? Agar og'irligi shuncha demoqchi bo'lsak, simple'da, ya'ni weighs. Agar tarozida tortyapman bo'lsa, ya'ni continuousda ishlatsak bo'ladi ekan. Maxsus holatlar va istisnolar. Maxsus holat, umuman istisnolarda katta qismini ko'rdik va mana bu yerda ham berilgan. Ko'pincha o'zi boya aytgandek suhbatlarda, speakingda, ayniqsa bunaqa kinolarda ham ko'rishimiz mumkin. Ko'pincha qoidalarga bo'ysunmaydi. Ulardan bittasi mana feel, boya aytib o'tdim. Ikkinchisi enjoy ekan. Enjoy ham mana shunaqa munozarali, ya'ni muhokamali bo'ladi. Ba'zan holat, ba'zan action ham bo'lib kelishi mumkin. Continuous ham ishlatilaveradi, xuddi bir xil ma'noda o'zgarmasdan. Are you enjoying yoki do you enjoy? Endi to'g'ri, ma'nosida farq qilishi mumkin, lekin ko'pincha shunday. Keyingisi love. Love'ni qayerda ko'rishimiz mumkin? Bitta mashhur misol bor. Bu McDonald'sda shiori, bunaqa slogan deyiladi. I am loving it deb yozib qo'yadi. Ya'ni grammatik jihatdan xato, lekin bu narsani deyarli hamma biladi. Chunki McDonald's bu dunyo bo'ylab mashhur nima deydi, ovqatlanish franshizasimi, shunday. Ya'ni juda ham mashhur fast food tarmog'i. Understand. Bunda ham muhokama bor-u, lekin bu endi ko'proq holat fe'lda qoladi. Ba'zida ko'rishingiz mumkin, bunda continuousda ham ishlatilib qolishi mumkin bo'lgan holatlar. Lekin e'tiborli bo'ling, asosiy qismi mana shu yergacha ko'rildi. Bu qismidagilar mabodo sizni mana shu continuousda ishlatilgan holatini ko'rsangiz ham yoki continuousga o'xshagan ma'nosini ko'rsangiz ham bu muhokamali qismi bo'lib qolishi mumkin. Lekin ko'proq baribir understand holat fe'li bo'lib qolaveradi. Hope, want, wish texnik jihatdan olib qaraydigan bo'lsak holat fe'llar, lekin zamonaviy ingliz tilida ba'zan continuous shaklda ham uchraydi. I'm hoping for good news. Ya'ni men yaxshi yangiliklarga umid qilyapman. Lekin odatiy holatlarda, ya'ni standart ingliz tilida I hope for good news ishlatsak mana shu ma'noni beradi ekan. Bu narsaga duch kelishingiz mumkin, ammo ko'proq shu holat fe'li baribir holat fe'li bo'lib qolgani ma'qul hisoblanadi. Bugungi video darsning oxirgi qismiga yetib keldik. Ammo shu narsani hisobga oling, ko'pchilik qismini birma-bir o'qib chiqib o'tirganim yo'q. Sababi bu darsimizda bitta mavzuni 1 soatdan ham ortiq vaqtga cho'zilishi mumkin. Shuning uchun uzoq vaqt cho'zib aylantirib o'tirmadim. Iloji boricha asosiy qismlarini o'qib berib, tushuntirib, o'z fikrlarimni ham qo'shib, kitoblardan va testlarda takrorlanadigan qismlar bilan tushuntirishga harakat qildim. Endi nima qilamiz? Testbozor.uz saytiga kiramiz. Birgalikda sizlar bilan qisqagina testda ishlaymiz, ammo siz testbozor.uz saytiga kiring, ro'yxatdan o'ting va onlayn kurs kategoriyasiga o'tib, State Verbs Full testini ishlang. U yerda mana shu o'tilgan qo'llanma, mana bu qo'llanmani va qo'shimcha mashqli worksheetli qo'llanmani qo'lga kiritish uchun video ostidagi izohdan o'tib yuklab oling. Ana shu qo'llanmani o'qib chiqing. O'qib chiqqaningizdan so'ng albatta mana bu testni ishlab qo'ying. Testda ishlayotganda tekshirish tugmasini bosish orqali izohlari va javoblari bilan o'rganib chiqing. Testlar unchalik qiyin emas va siz o'rganganingizda test orqali mustahkamlasangiz, bu sizga yanada ham foydali bo'ladi. Endi esa testbozor.uz saytidan state verbs, ya'ni holat fe'liga oid test ishlab ko'ramiz.
Buning uchun kategoriyalar bo'limini tanlaymiz. Kategoriyalar bo'limida ingliz tili fani ochiq turadi. Unda 10 ta kategoriya mavjud. O'sha bo'limni ichidan onlayn kurs kategoriyasini tanlaymiz. Onlayn kurs kategoriyasini ichidan bo'lsa, bizga state verbs pool bu siz uchun vazifa bo'ladi. Buni o'zingiz ishlaysiz. Siz bilan birgalikda qisqachasini ishlaymiz, ya'ni demosini. Demo testni ko'rish tugmasini bosamiz. Bu yerda ko'rib chiqish uchun o'zi savol berilgan bo'lishi kerak edi. Ammo mana bu yerda boshlashni bosamiz va testni birgalikda ishlab chiqamiz. This soup delicious, did you make it yourself? Bu sho'rva mazali ta'm beryapti. Siz uni o'zingiz qildingiz. Ya'ni bu yerda sho'rvani kimdir tekshirib ko'rmayapti. Ta'm berish ma'nosida bo'lsa, tastes ishlatiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Taste ta'mi bor ma'nosida stative verb hisoblanadi. Taomning ta'mida gapirish uchun present simple'dan foydalanadi. Stative verbs continue shaklda ishlatilmaydi. Ikkinchi savol. I my dentist tomorrow at 3 p.m. I have an appointment. Bu yerda uchrashuv bo'lyapti, chunki ko'rish emas, ya'ni ko'rishish ma'nosida ishlatiladi. Uchrashmoq ma'nosida ishlatilganda action verb hisoblanadi. Aniq rejalashtirilgan uchrashuvlar uchun present continuous shaklda ishlatiladi. Bu holda see stative verb emas. She 3 languages fluently. She speaks. I what you mean now. Bu yerda see tushunyapman, tushunmoq ma'nosida I see ishlatiladi. Ammo ko'rish boshqacha holatda, ko'rish va men tushunish holatida simple ishlatiladi. Bu yerda ko'rishish ma'nosida bo'lsa, continuous ishlatiladi. Why the milk do you think it's gone bad? Nima uchun hidlayapsan sutni? Ya'ni achib qolibdimi, ya'ni aynib qolibdimi? Tekshirib ko'rish bo'lgani uchun are you smelling? Tekshirish, ya'ni present continuous ishlatilyapti. This dress you perfectly, you should buy it. Mos tushyapti yoki mos tushdi. Bu yerda fit o'lcham mos kelmoq ma'nosida holat fe'l hisoblanadi. O'lcham va mosga gapirish uchun present simple ishlatiladi. Measurement deydi. I about changing my career. I'm not happy with my current job. Ya'ni o'ylamoq ma'nosida bo'lsa, I am thinking bo'ladi. Ammo menimcha, mening fikrimcha ma'nosida thinking ishlatiladi. She a beautiful voice. She could be a professional singer. She's having ishlasak xato bo'ladi. Chunki unga boshqacha ma'nolar, ya'ni have a dinner, have a rest va boshqalar. The chef the sauce to check the seasoning. Tekshirib ko'ryapti ta'mini, shuning uchun tasting qo'yamiz. I 70 kilograms. I need to lose some weight. Bu yerda weigh, ya'ni o'zini vazni aytilyapti. Vaznimni tortib ko'rmayapti. Mana siz bilan birgalikda 10 tadan 10 ta to'g'ri ishladik. Natijamiz 100%. Mana bu yerda batafsil natijalarni ko'rishimiz mumkin yoki mana bu yerda PDF holatda o'z sertifikatimizni yuklab olamiz. Mana bu yerda sertifikat berdi. Yaxshi tarafi, siz sertifikatingizni boshqacha holatda ko'rishingiz mumkin. Olgan sertifikatingiz profil bo'limida, sertifikatlar bo'limida ko'rinadi. Mana oxirgi olgan sertifikatimiz. Boshqacha dizaynda olib ko'ramiz. Bu dizayn menga birinchi yoqmadi. Mana bunaqa dizaynda yoki boshqa dizayn tugmasini bosish orqali yana bir boshqacha dizaynda sertifikatingizni olishingiz mumkin. Bu sertifikat endi to'g'ri biror bir kuchga ega emas, lekin ozgina motivatsiya bo'lishi mumkin. Agarda siz o'qituvchi bo'lsangiz, albatta o'quvchilaringizga ham tavsiya etishingiz mumkin. Natijalar bo'limida esa umumiy statistikani ko'rishingiz mumkin va batafsil bo'limida albatta testga baho qo'yishni unutmang.
qanchalik ko'p baho qo'ysangiz, keyingi ishlaydigan insonlar uchun albatta bu baholash foydali bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin va PDF qilib yuklab olishingiz ham mumkin. PDF qilib yuklab olganingizda sizga xulosa reporting qilib beradi, ya'ni hamma narsa tushunarli qilib yozilgan bo'ladi. Albatta bularning barchasi testbozor.uz saytida. Bugungi darsimiz tamom. Albatta sizlar bilan hali juda ham ko'p darslarimiz bor. Bugungisi 4-darsimiz hisoblanadigan bo'lsa, 96 ta to'laqonli dars sizni kutib turibdi. 96 ta darsda biz ingliz tili uchun, ingliz tilini mustaqil o'rganishingiz uchun kerak bo'ladigan lug'at ko'nikmalari va boshqa kerakli va foydali ma'lumotlarni ham ulashib o'tamiz. Biz bilan birga qoling. Videoni foydali deb topsangiz albatta like bosing. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va undan tashqari albatta do'stlaringizga ulashishni va Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.